Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Yangiyo'l tuman axborot kutubxona markazi sizlarning e'tiboringizga O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov tavalludining 85 yilligi munosabati bilan uning Ikki eshik orasi asariga tayyorlagan bukchalarni e'tiboringizga havola etadi. Ikki eshik orasi romanida voqea Toshkent atrofidagi qishloqlarning birida, asosan Ikkinchi jahon urushi yillarida bo'lib o'tadi. Yozuvchi asarda qishloq hayotining urushdan oldingi va keyingi turmush tarzi haqida ham keltirib o'tgan. Roman voqeasi Qora amma, Robiya, Kimsan Husanov, Muzaffar Shomurodov, Munavvar Aliyeva, Ra'no, Umar Zakonchi, Olimjon Komilov kabilarning tilidan asar hikoya qilinadi. Hikoyalar mazmunan bir-biri bilan chambarchas bog'langan bo'lib, bir-birini to'ldirib keladi. Asarda insonlar taqdiri va inson umrining murakkabligini mahorat bilan tasvirlagan. Adib birinchi navbatda tinchlikka rahna solgan urushni tilga oladi. Ayniqsa, urush voqealigining har bir ota-ona qalbini jarohatlagani, ko'ngillarga ozor yetkazgani romanning umuminsoniy pafosini tashkil etadi. Adib qalamga olgan obrazlari oddiy odamlarning fazilatlari, mardligi, matonati, vatanparvarligi va sabr-bardosh haqida so'zlaydi. Tajribali yozuvchi roman hodisalarini teran o'rgangani uchun har bir epizod o'quvchini qalbiga jiddiy ta'sir qiladi. Asarda tasvirlangan hayot manzaralari, insonlar aro munosabatlar, shuningdek, yozuvchining o'ziga xos badiiy uslubi juda tabiiy hamda samimiyligi bilan ajralib turadi. 7 qism, 47 bobdan tarkib topgan roman kompozitsion qurilishi jihatdan ham o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Undagi voqea hodisalar bayonida qatnashgan 9 ta personaj hikoyalarni adib bir-biriga ustalik bilan bog'lagan. Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovning bu asarini har bir kitobxon ko'zi yoshlanib, qalbi titrab mutolaa qiladi. Yangiyo'l tuman axborot kutubxona markazi sizlarga bu asarni o'qishni tavsiya etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.